Assalomu alaykum. Bugun siz bilan juda ajoyib, deyarli barcha muammolarning yechimi bo'lgan usul haqida gaplashamiz. Bu qanday usul? Bu usul karma transformatsiyasi deb ataladi. Karmani nima ekanligini bilsangiz kerak. Bu agar tarjima qiladigan bo'lsangiz, harakat degan ma'noni beradi. Ya'ni sizni har qanday harakatingiz qanday harakat bo'lishidan qat'iy nazar u qandaydir natijaga olib keladi. Buni bilasiz. Demak, sabab oqibat qonuni bor. O'sha qonun bo'yicha harakat qilinadi. Sizni xohlagan bitta harakatingiz oqibatda qandaydir natijaga olib keladi. Aytaylik, siz g'azabdasiz. Jahlingiz chiqqan. Jahl ustida har nima qilish mumkin. Buni bilasiz. Istagan bir narsa bo'lib ketishi mumkin, hatto hech kimning hayoliga kelmagan narsalar sodir bo'ladi. Odamning jahli chiqqan paytda. U o'zini o'zi boshqara olmay qoladi. Demak, o'shaqa paytda odamning jahli chiqqanda unga qanday maslahat berishadi bilasizmi? Jahlingdan tush. O'zingga kel. Nima u o'zi bilmaydimi? Jahldan tushish kerakligini, o'ziga kelish kerakligini u juda yaxshi biladi. Istagan bir odam bu narsani juda yaxshi biladi. Lekin ushbu maslahat bir tiyinga qimmat. Sababi u faqat yana jahlning kuchayishiga olib keladi. Nimaga bilasizmi? Chunki odamni o'zi sezyapti, jahl qilmaslik kerakligini. Mana shu holatda jahl qilish uni o'ziga zarar ekanligini juda yaxshi biladi. Har qanday odam biladi buni. Faqat o'zini bilmaganga olishadi. Chunki o'zi shunaqa bo'lib qoldi deb aytish juda oson. Chunki uni nazorat qila olmaydi-da u. Ana undan keyin nazorat qila olmaydigan narsani siz unga maslahat beryapsiz. Bajarish mumkin bo'lmagan narsa. Nimaga bajarish mumkin emas? Chunki odam jahl qilgan paytda e'tibor faqat mana shu yoqqa ketadi. O'sha jahlga ketadi. Odam boshqa hech narsani qabul qila olmasdan qoladi. Faqat jahl emas, boshqa istagan bir hissiyotni olib, masalan, odam depressiyaga tushdi. Unga qanday maslahat berishadi? Xafa bo'lma, o'tib ketadi. Xafa bo'lmaslik kerakligini u o'zi biladi. Siz xohlamang, u juda yaxshi biladi. Xafa bo'lmaslik kerakligini. Lekin hech kim qanday qilib xafa bo'lmaslik kerak? Qanday qilib jahldan tushish kerak? Bu to'g'risida hech kim sizga hech nima aytmaydi. Chunki o'zlari bilishmaydi. Hatto butun boshqa psixologiya degan fanimiz bor. Hatto o'sha eng kuchli psixologlarni aytadigan bo'lsanglar, ular ham jahli chiqqan paytda qanday qilib odamni jahlini tushirish yoki bo'lmasa depressiyaga tushib qolgan odamni qanday qilib depressiyadan olib chiqish kerakligini bilishmaydi. Maslahat berish mumkin. Istagan maslahatni berish mumkin. Jahl qilma, xafa bo'lma. Lekin bular ishlamaydi. Chunki o'sha odam hozir jahl qilayotgan bo'lsa, unga jahl qilma deb maslahat bersangiz, nima sodir bo'ladi? Odam jahldan tushishga urinib ko'radi. Pasayish kerak hozir. O'zi ham bilyapti uni. Xo'p, jahldan tushishga urinadi, lekin buni iloji yo'q. Hissiyotlar qaynab yotibdi. U tusholmaydi. Demak, u o'zini boshqara olmaydigan odam ekan. Natijada bu maslahatning natijasida u o'zida tekshirib ko'radi, tusholmaydi ekan. Demak, maslahat berayotgan odam ahmoq deyish oson emas. Darrov senga yaxshilik tilab kelgan odamga deb so'kish yaxshi narsa olib kelmaydi. Uni ham biladi. Hamma biladi.
Masalan, siz jahldan tushishga urinsangiz, o'xshamay qoladigan bo'lsa, jahldan tusholmayapsiz, demak siz to'liq odam emassiz, o'zingizni boshqara olmaysiz. Normal odam emassiz siz. Mana gap qayerda. Odamni o'zini baholashi tushib ketadi o'z-o'zidan. Unda aybdorlik hissi paydo bo'ladi. Jahlning ustiga aybdorlik ham qo'shildi. Xo'sh, nima bo'ldi? Buning natijasida yanada ko'proq muammo kelib chiqdi, xolos. Boshqa hech narsa sodir bo'lgan. Hech kim sizga ha, mana shuni qil, mana shunday qiladigan bo'lsang jahlingdan tushasan. Mana buni qiladigan bo'lsang stressdan chiqasan. Mana buni qiladigan bo'lsang aybdorlik hissi ketadi degan hech narsani ko'rsata olmaydi. Chunki o'zlari bilishmaydi. Hamma narsa shu daraja yomonmi? Yo'q, yomon emas. Buni yo'li bor. Eng yaxshi joyi, eng yaxshi aytishim mumkin bo'lgan narsa sizga buni juda ajoyib yo'li bor. U bir pasda yo'qoladi. Istagan hissiyotni bir pasda o'zgartirish mumkin. Xohlasangiz g'azabni, xohlasangiz aybdorlik hissini, xohlasangiz flash hissini, xohlasangiz haqlik hissi, farqi yo'q. Sizda qanday hissiyot bo'ladigan bo'lsa, uni bir pasda boshqarish mumkin. Buning uchun juda ajoyib mashq bor. Bu karma transformatsiyasi deb ataladi. Boya aytganimdek, karma bu harakat. Sizni qandaydir xatti-harakatingiz yana qandaydir boshqa xatti-harakatga olib keladi. Masalan, juda ko'pchilik xatti-harakatlarimiz bizni kompulsiv harakatlar. Ya'ni biz ularni boshqarmaymiz. O'z-o'zidan nimadir turtki bo'ladi. O'sha turtkining natijasida bu hissiyotlar kelib chiqadi. Oddiygina misol aytadigan bo'lsak, masalan aytaylik, kechqurun charchab uyga keldi. Misol tariqasida. Xotin uyda uni muammolari bilan kutib qoldi. Turmush, janjal. Nimaga shuncha kech qoldi? Nimaga? Qayerga bordi? Topgan pulingni boshqa dalollar plus muammo topdi. Xo'sh, nima qilsin? Mayli, u chidaydi. Bir safar, ikki safar, 10 safar. Bor. 2-3 oy, yarim yil, 1 yil. Chidaydi. Lekin mana shu narsa har safar qaytarilaveradigan bo'lsa, u nima qiladi? Ertaga ishga boradi. Qandaydir hamkasbi, boshqa bir ayol unga sekin suykalishni boshlaydi. Ko'z qisishni boshlaydi yoki biron bir harakatlar qiladi. Qaraydi, u juda ajoyib. Bu zo'r ekan. Yana xotinimga o'xshamaydi. Bo'ldi, sekingina xotin bilan ajrashiladi, narigi bilan ketadi. Lekin u bilan ham hayot baribir yaxshi bo'lib ketmaydi. Sal vaqtdan keyin u ayol ham xuddi shu ishni qilishni boshlaydi. Mana shunaqa narsa baribir keladi. Odamlar tushunmaydi bu narsani, lekin bitta yomg'irdan qochib qorga tutildim degan narsa baribir sodir bo'laveradi. Lekin aytaylik, boshqa bir holat. Men sizga mana shu usulni o'rgatdim. Qanday qilib odam jahldan tushishi mumkin? O'zi kompulsiv harakat qilmasdan tanlab harakat qilish imkoniyati bor. Charchab uyga keldi. Xotin uni shunchaki jahli chiqyapti. O'sha mashqni bitta bajardi va hop, bo'ldi. Jahl qilmaymiz. Yaxshi keldingiz dadasi. Mana ovqat qo'ydim. Ovqatingizni charchab kelganga o'xshaysiz. Keling, yoting, uxlang. Ikkovsi shirin gap. Ertasiga ishga boradi. Ishda yana o'sha ahvol. Demak, qaysidir hamkasbi unga ko'z qisishni boshladi. Erkak nima qiladi? Qalaman, meni xotinim bunday zo'rku. Bunga elekishni nima foyda menga? Yo'q yerdan janjal. O'zim xotinim yaxshi.
bo'ldi. Ozginagina harakat bilan deyarli hech nima qilmasdan hayotingiz butunlay boshqa tomonga qarab ketadi. Men oddiy eng keng tarqalgan bitta misolni aytdim. Bunga o'xshagan misollar hayotimizda millionta. Demak, karma transformatsiyasi bizga nimaga kerak? Odam o'zini istagan bir hissiyotlarini, istagan bir reaksiyasini boshqara olishi uchun. Bu reaksiya sizda o'z-o'zidan paydo bo'lgan emas. U sizni hayotingiz davomida, tarbiyalash davomida, oilada ko'rganingiz, atrofdagi do'stlaringizni o'zini harakati yoki bo'lmasa jamiyatdagi odamlarni harakati, televizorda ko'rganingiz, klipda ko'rganingiz, boshqa kitobda o'qiganlaringiz natijasida u sizda asta-sekin paydo bo'lgan narsa. Tarbiya jarayoni. Siz lekin mana shu narsani o'zingiz sezmagan holatda doimiy ravishda yuzaga chiqaryapsiz. Ya'ni kompulsiv harakatlar. Odam jahli chiqdi, baqirishni boshladi, bo'ldi yoki nimadan xafa bo'ldi, depressiyaga tushib qoldi, hech narsa bilan ishi yo'q. Hayot davom etyapti. Buning natijasida sizni hayotingiz, har bitta harakatingiz qandaydir natijaga olib kelyapti. Lekin yana bir narsa borki, men juda bir qiziq kino ko'rdim yaqinda. O'zbek tilidagi nimasi televizordan bir ikki marta ko'rsatishdi. Josuslar ko'prigi degan film. Bu kinoda Tom Hanks o'ynaydi. Keyin ikkinchi aktyor bor edi. Kimdir? Mark Rylance. O'sha Mark Rylance ikkinchi darajali rolda o'ynaydi. Demak, Tom Hanks o'yinda advokat, Mark Rylance Esterni Amerikadagi shpiyoni bu, josusi. Demak, Amerikani josusini Ester ushlab olgan. Endi o'sha mana Esterni o'zini shpiyoni bilan almashtirmoqchi, ikkala shpiyonni bir-biriga almashtirmoqchi bo'lishadi. O'shanda demak, o'sha Esterni shpiyoni u yoqda Amerikada qo'lga tushgan, unga Tom Hanks advokatlik qilyapti. Tom Hanks uni oldiga keladi. Sizni mana shunday, demak, elektr stulga o'tkazib o'ldirishmoqchi. Aytishga majburman desa, aytadi shunchaki. U hayron qoladi. Bor yo'g'i shu. Nima qilishim kerak edi? Hayajonlanmaysizmi, biron bir nima ko'rsatmaysizmi desa aytadiki, nima, bu biron narsani o'zgartiradi. Qamoqda o'tiribdi, uni o'ldirishmoqchi. U shpiyon haqiqatdan ham. Hech narsani o'zgartirmaydi, uni hayajonlangan. Oxirida ikkinchi marta shunday holat sodir bo'ladi, almashtirish jarayonida. Demak, bu yoqdan Amerikani shpiyonni olib kelishadi, bu yoqdan Esterni shpiyonni olib kelishadi. Ya'ni o'sha Mark Rylance Esterni shpiyon rolini o'ynayapti. Demak, uni o'sha almashtirish paytida Tom Hanks undan so'raydi. U yoqda siz nima qilishadi? Balkim o'ldirib yuborishsa kerak. U shunchaki oddiy aytyapsizmi desa, nima, biror narsani o'zgartiradi deydi. Xuddi shunday. Masalan, hayotda sizni jahl qilganingiz, xafa bo'lganingiz yoki boshqa harakatlaringiz deyarli hech narsani o'zgartirmaydi. Faqat ahvolni yomonlashtiradi. Agar yaxshilashtiradigan bo'lsa, bemalol xohlagancha xafa bo'lishingiz mumkin. Agar sizni xafa bo'lishingiz natijasida nimadir yaxshi tomonga o'zgaradigan bo'lsa. Haqiqatda deyarli men hech qachon ko'rgan emasmanki, kimdan xafa bo'lgani oxirgi yaxshi natijaga olib kelgan.
kesib ko'rganmisiz? Ko'rgan bo'lsangiz ayting. Faqat bitta holatda bo'lishi mumkin. Xotin eridan xafa bo'lsa, eri uni ko'nglini olish uchun nimanidir sovg'a qilishi mumkin. Bu endi nima deydi, manipulyatsiyani bir turi bu. Bu haqiqiy xafagarchilik emasda u. U manipulyatsiyalar ataladi. Lekin haqiqiy xafa bo'lishda hech qachon hech kim yutgan emas. Demak, hozir bizda xuddi mana shu narsani trening shaklida o'tkazyapmiz. Aslida sizga shu narsani ham aytib o'tishim kerak. Har qanday yangi narsani sizni psixikangizga o'tirib olishib, o'rnashib, haqiqiy sizga odat bo'lishi uchun kamida 3 oy vaqt kerak bo'ladi. Kamida 3 oy. O'sha 3 oy davomida doimiy ravishda bu narsani takrorlaydigan bo'lsangiz, bu narsa sizga odatga aylanadi. Agar bu narsani doimiy ravishda takrorlamaydigan bo'lsangiz, bu odatga aylanmaydi. Shunchaki bu axborot sifatida qabul qilinadi. Demak, axborot sizda bo'lishi mumkin. Mana shu narsani bunday qilsa, mana bunday natijaga olib keladi degan narsa bo'lishi mumkin. Lekin uni amalda bajara olmaysiz. Masalan, sizda shunday holat sodir bo'ldi, nimadandir jahlingiz chiqdi. Jahl chiqqan paytda e'tibor faqat o'sha jahlga ketadi. Nima duch keladigan bo'lsa, uni sindirish kerak, urish kerak, bo'ldi. Mana shu tomonga ketadi. Yon tomonda nima borligini odam sezmaydi. Umuman sezmaydi. Ya'ni aytaylik, mashinada tunnelga kirdingiz. Nima bo'ladi? Aylanish mumkin emas hech qayerga. Qayrilib olish mumkin emas. Ketdingiz. Tunnelni oxirigacha borishga majbursiz. Tunnelga kirganingizdan keyin. Lekin agar tunnelga kirishdan oldin, tunnelga borayotgan paytingizda agar sezib qolsangiz, tunnelga ketyapman, qayrilishning iloji yo'q. Tunnelga kirmasligingiz mumkin faqat. Boshqa tomonga qayrilishingiz mumkin. Oddiygina qilib aytadigan bo'lsak. Hissiyotlar ham xuddi shunday. Agar sizda o'sha jahl boshlangan bo'lsa, yoki bo'lmasa o'sha depressiya boshlangan bo'lsa, tunnelda hech nimani ko'rmaysiz atrofda. Sizni o'sha jahl hissiyot, istagan bir o'sha hissiyot to'liq egallab oladi. Ana undan keyin to tunnelning oxiriga borguncha hech nimani ko'rmaysiz. Shunchaki ketaveradi. Bu usul nima qiladi? U sizga shunchaki tunnelga kirayotgan paytingizda, demak, oldinda tunnel bor degan narsani ko'rsatadi. Siz o'sha paytni o'zida to'xtashingiz, boshqa tomonga ketishingiz mumkin. Ya'ni hissiyotni o'zgartirasiz. Avtomatik ravishda. Agar mana shu narsani kamida 3 oy to'liq mashq qiladigan bo'lsangiz, bu sizda avtomat shakliga o'tadi. Ya'ni siz bu haqda o'ylashingiz ham kerak emas. Istangan bir avtomatik reaksiya paydo bo'lishni boshladimi? Qanday paydo bo'ladi reaksiya? Nimadir ko'tarilishni boshladimi? Bu xuddi kompyuterdagi antivirusga o'xshaydi. Mana shu narsa paydo bo'ldi. Tanani o'zi avtomatik ravishda unga qarshilik ko'rsatishni boshlaydi. Ya'ni o'sha tegishli jarayonlar sodir bo'lishni boshlaydi. Ya'ni siz o'ylamasdan o'sha mashqni bajarishni boshlaysiz. Biz o'tgan kursimizdagi nimalar bilan shu narsani tekshiryapmiz. Hozir ham davom etyapti. Avtomat holatga o'tganlar bu narsa to'liq o'rnashgan. Mana shu dastur to'liq o'rnashgan odamlar aytishadiki, masalan, nimadir hodisa sodir bo'ldi, oldin mana shu holatda jahlim chiqaradi.
yoki bo'lmasa unda mana shu holatda urishishim kerak edi. Urishish kerak emas. O'sha holat sodir bo'lishi bilan nafas olish o'zgaradi. Nafas olish o'zgarishi bilan odam sezib qoladi. Ha, demak, urush jarayon boshlandi. Bo'ldi, bitta nafas olib chiqaradi, hamma narsa o'zgardi. Endi jahl qilmasdan, endi tanlash mumkin. Qanday reaksiya bildirish kerakligini. Siz istagan reaksiyangizni bildira olasiz. Xohlasangiz jahl qilishingiz mumkin, xohlasangiz uni borib pichoqlashingiz mumkin o'sha odamni. Xohlasangiz qandaydir aqlli gap gapirishingiz mumkin. Farqi yo'q. Sizda tanlash imkoniyati paydo bo'ladi. Ya'ni siz tunnelga kirib ketmaysiz. Boshqa aylanadigan yo'llar paydo bo'ladi. Xuddi mana shunday dasturimiz mana o'tgan birinchi potokini bizga hozir tugatishdi. Hozir ikkinchi potokda bizlar hozir davom etyapti. Yig'ish kimlarni qatnashchilarni. Demak, agar siz qatnashishni istasangiz, o'z hayotingiz o'z qo'lingizda bo'lishini istasangiz, ya'ni shu paytgacha hayotingizda sodir bo'layotgan o'sha kompulsiv harakatlar hayotingizda bo'lmasligini, butunlay yangi hayotga o'tishni istasangiz, sizga ham taklif qilaman. Ushbu videoning tagida demak sizga o'sha kanalimizni ishoratini qoldiraman. Ushbu ishorat orqali o'tib siz treningda qatnashishingiz va o'z hayotingizni o'zgartirishingiz mumkin. Ushbu trening sizga nima beradi? Siz hozirgi hayotingizni ko'z oldingizga keltirsangiz qanday ekanligini. Ana endi tasavvur qiling, 5 yil oldin qanday edi hayotingiz? Deyarli o'zgarmagan. Hayotingiz o'shanday davom etyapti. 5 yil oldin qanday bo'lgan bo'lsa, hozir ham shunday davom etyapti. Agar hozir siz hayotingizni o'zgartirsangiz, 5 yildan keyin qayerdadir bo'lasiz. Lekin hech narsani o'zgartirmaydigan bo'lsangiz, yana 5 yildan keyin xuddi hozir qanday bo'lsangiz, shunday bo'lasiz. Balkim yomonroq ham bo'lishi mumkin. Har nima bo'lgan taqdirda ham siz o'z hayotingizni o'zgartirishni istaydigan bo'lsangiz, taklif qilamiz. Treningda qatnashib, o'z hayotingiz o'z qo'lingizga oling. Sizga barcha yaxshiliklarni tilab qolaman.